tapichka. Qani oyog'ingdan tapichka. Voy, shoshgandan oyoq yalang chiqib maqvoy. Xo'p, ertalab qo'yamiz, kelin. Yaxshi keldingmi, tilla sandiqcha? Voy to'ychog'im katta bola bo'lib qolibdiki bu. Bu to'yda ertasi kuni Rossiyaga ketuvdi-ku. Qanday ulgurdi bular, hayronman. Bo'ldi bolam, mana hammamizni ko'rding. Endi mana bolangga sunnat to'y qilishimiz kerak. Hayda Rossiyaga. Xo'p, dada, xo'p. Hech bo'lmasa xotin qo'lini bir marta ushlay. Yo, ish qilib oxiri baxayr bo'lsin-da. Assalomu alaykum, mamichka, papichka. Yana kiymaganmisan tapichka? Sagutib ketadi-ku onajonisi. Voy, siz ikkilishingizni eshitib, yana shoshdim-da. Xotinjon, sen unaqa shashma. Bola, haddingdan oshma. Sumkang og'ir ekan, ichidagi toshmi? Aha, qofiyani qarang. Mana 3 ta bolamga sovg'a olganman. Shunga sumka tarang. Qarang, bo'ldi Rossiyaga qayt. Mana 3 ta bolangni boqyapmiz zarrang. Xo'p, dada, hozir keldim-ku, muncha quvosiz. Shunga xotinni qulog'iga biroz gap gapirib oling. Bu yoq tinchlik bo'lsin-da. Yaxshi boring, dadasi. Aytdim ha. Привет, mamichka. O, ana kiysa bo'laykan kitobchika. Qani bular boshidagi shapichka? Shu yerda ishlaydiganlar uylanib, har 2 kunda o'zi urolog, ginekologga borib 5 yilda ham bolali bo'lamay yuribdi. Mana Rossiyada ishlaydiganlar 15 yilda 3 marta kelib 5 ta bolali bo'lib o'tiribdi. Endi ko'rmaganni ko'rgan qursin degan shu bo'lsa kerak-da, dada. Tur qo'yay Rossiyaga endi bu bolalarga uy-joy qilish kerak. Xo'p, dada, bittagina shans bering. Mana xotinim chachini bittagina silay. Video sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa like va podpiska bosinglar. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.